Assalomu alaykum YouTube kanalim kuzatuvchilari. Bugun obzorda sizlarni boshlanishdan sal aldadim. Sababi sarlavhada Onyx Premier 1 va Premier 2 ni taqqoslaymiz deganim yo'q, bugun unaqa emas. Premier 2 mana orqa tomonida turibdi. Shuni Premier 1 bilan farqlarini aytib o'tib ketaman. Yonma-yon qo'yib taqqoslay olmadim. Premier 1 lar ko'chada ekan, ko'chasi juda sovuq. Hozirgi paytda to'g'risi chiqishga sal erindim. Ikkini video qilib ko'rsatib ketaveraman, funksiyalarini, hamma narsalarni ko'rsatib ketaveraman. Shu bilan birgalikda Premier 1 bilan farqlarini aytib ketaveraman. Kamera aylantira olamiz, boshladik. Avtomobil. Onyx avtomobillari 1-mart sanasidan boshlab chegirmaga tushgan. Narxini ko'rib turibsizlar, 15 million so'm arzonlashgan. Shu joyda bir gapim bor. Kim qanday tanqid qiladi bilmadim. Bizani xalqimizda bir xil qiliqmi deyman, uni qo'pol qaytish kerak. Avtomobil narxlarini tushirishsin. Shunaqa gaplar doim bo'lib kelgan. Postada ham men videolarni kommentlarda ham ko'p ko'ryapman. Narxlarni tushirishsin, olamiz deydilar. Mana bunaqa skidka berib tushirgan paytda sotilmadimi? Narxlarni tushirishibdi. Battar bo'lsin tushirishibdi deb kommentlar qoldirishadi. Nimaga shunaqa? Men hayronman. U so'z bilan ta'riflab bermayapman. Xo'p, obzorni boshlaymiz. Ikkalasi ham Onyx Premier 2 0944 ekan. Mana buni kaltini olgan ekanim. Kaltini ko'rishlaringiz mumkin. Orqasi plastik, oldi mana bu qismi rezinga o'xshash material, ochish-yopish, bagaj ochish knopkalari bor. Pult yordamida oynalarni tushirib chiqaradi. Premier 2 bilan Premier 1 ni farqlarini ham aytib ketaman dedim. Aytib o'tishni boshlaymiz. Premier 2 ni oldini ko'rib turibsizlar. Faralarini lupali bo'ladi. Afsuski sariq rangda bo'ladi. Bularni menimcha oq qilsalaringiz ham, red qo'ysalaringiz ham bir tekis linza bergandan keyin gaylarimiz ham pretenziya qilib ishtirak qilishmaydi. Pastdagisi kunduzgi yorituvchi chiroq tumanka emas. Ko'rib turibsizlar, agar sezgan bo'lsalaringiz mana 1, 2, 3. 3 ta old qismida bu tomonda, 3 ta u tomonida parktroniklari bor. Sensor datchiklari o'zidan to'lqin chiqaradi. To'lqin nimagadir tegib qaytishi orqali oldinda narsa bor yo'qligini sezadi. Premier 2 da ushbu narsa bor. Afsuski Premier 1 da mavjud emas. Asosan mana bu tomondagi bilan mana bu tomondagi shu avtomobil bor yo'qligini, mana bu yon tomondagi esa slipovoy zona uchun ko'rinmas zonalar datchigi vazifasini bajaradi. Buni ham o'z sizlarga sal o'tib tushuntirib beraman. Avtomobil old qismida boshqa farqi yo'q. Yon tomonda Maxxis yozilgan, Maxxis ballonlari bilan jihozlangan 195 55 R16. Premier pozitsiyalarda Redline'da R16 bo'ladi. Bundan oldingi Altaz pozitsiyada 15 bo'ladi, razmeri kichkinaroq, podyomi sal balandroq bo'ladi. Unda razmer kattaroq, podyomi pastroq. Balloni endi xohishga qarab almashtiriladi. Atak shunaqa uzun zavodskiy ballonda ham yurgan mijozlar, tanishlarim ko'p. Bokovoylari o'zgartirish kerak emas bu yo'lanish simasini. Bokovoyda slipovoy zonani aytdim. Mana bu yerda slipovoy zona datchigi bor. Bu nima uchun xizmat qiladi? Onyxda o'zi bokovoy bilasizlar sal kichikroq boshqa avtomobillarga nisbatan. Malibuniki ham xuddi shunday ko'p katta emas. Onyxniki ham shunga o'xshab ketadi. Bokovoyda ko'rinmaydigan zonalar bor. Misol uchun bokovoy o'zi to'g'rilangan ekan. Mana men bokovoydan o'zimni ko'rib turibman. Bokovoydan ko'rinyapman. Yaqinlashtirib ko'rsataylik. Bokovoydan men ko'rinyapman. Demak, mana shu yer, mana bu yerda ham ko'rinyapman. Lekin mana bu tomonda bo'lsam ko'rinmaydi. Men o'zimni tipa avtomobil sifatida ko'rsatyapman. Mana shu tomondan kelayotgan avtomobilni bokovoydan ko'rish imkoniyati kamroq bo'ladi. Shu paytda sizlarga mana shu va o'sha old qismdagi sensorlar yordam beradi. Kelgan paytlaringizda mana bu sensor sezadi-da, sразу o'sha yandagi bokovoydagi sariq svechcha yonib turadi. Men mana bu yerdan o'tib ketganimcha. O'tib ketganimni mana bu sezadi-da, o'tib ketgandan keyin shu svet o'chadi. Agar mana shu yon tomonda avtomobil bo'lgan paytda sizlar
chap tarafga pоворotchilaringizni yoqsalaringiz, sразу titillab mana bu markat beradi. E'tiborni tortadi, ya'ni yon tomonga burilma, avtomobil bor deb. Palasadan palasaga o'tayotgan paytda zo'r yordam beradi. Tonirovka qilsalaringiz ham kechki paytda o'sha funksiya bilan qiynalmaysizlar. Ushbu funksiya Premier 2 da bor, Premier 1 da yo'q. Premier 2, Premier 2 Plus Redline da bor. Past qism nikel bilan qoplangan, to mana shu yergacha. Stoykalar matvi rangda, ustiga kuzov ustiga laminat yopishtirilgan. Kechagi obzorda ham aytib o'tdim, ushbu laminatni xohishga qarab shilishlaringiz mumkin. Xohlasalaringiz glansli stoyka qilib olsalaringiz, shu laminatni chilib tashlasangiz, qora rangli tagidan qora kraska chiqib keladi. Oq rangdan oq chiqib keladi. Oq ranglarga ishlamasa kerak, lekin qora rangliklar ko'pchilik shilganini ko'rgandim va shilgan paytda ham hech qanday muammolarsiz oddiy qop-qora kraska, shu kuzov rangida kraska chiqadi. Monzalada bilsalaringiz, buni ham kechagi obzorda aytdim, mana shu yeri qoraroq bo'lib, mana bu atrofda rang pachrashib, plyonka ishilgandan keyin tag qismi yana qoraroq bo'lib, tipa mana shu yerda kraska sepmay qo'ygandek bo'lib bir xunuk bo'lib turadi. Bularda Onyxda unaqa emas, zo'r. Buni yaxshi tarafi keyin bu Gentralada bir yilda o'sha qiyshayib, bukilib, mana valna bo'lib ketadi. Bular necha yil bo'lsa ham turaveradi. Plyonka ham shilinib ketmaydi. Bu testlardan o'tgan. 2-2,5 yildan beri Onyx minadiganlarning birortasini bir ko'tarilib qo'yganini ham ko'rganim yo'q. Onyx deyman, tracker minadiganlarga Onyx hali chiqqan 2,5 yil bo'lgani yo'q. Beskluchovoy dostуп Premier 1 da ham, Premier 2 da ham bor, bundan keyingi pozitsiyalarda ham bor. Beskluchovoy dostуп avtomat korobkalarning hammasida bor. LTZ da ham bor. Kelasizlar, knopkani bir marta bosasalar, eshiklar qulfdan ochiladi, ochib kirasizlar. Ketayotgan paytda ham shuni bitta bosib qulflab ketaversalaringiz bo'ladi. Kaltni kissadan chiqarish shart emas. Yon taraflarga o'tira olamiz. Orqada beskluchovoy dostуп yo'q. Bak hammasida chap tarafda bo'ladi. Endi u standart. Orqa tormoznoy sistemasi. Bunda baraban turadi. Onyxda o'z baraban turadi. Baraban disk bo'lgani yaxshi edi deyishlaringiz mumkin. To'g'ri, diskli tormoz tizimi bo'lganda yanada yaxshiroq bo'lardi. Lekin meni o'zim shaxsan ushbu avtosalonda, Navoiy avtotexnika xizmat avtosalonida mijozlarni test drive'ga olib chiqish bilan ham shug'ullanaman. Birorta mijoz tormoz yaxshi emas ekan degani yo'q. Bizda test drive'da Onyxda Premier 2 xuddi shu komplektatsiyani oq rangida mavjud. Mijozlar kelib bemalol haydab ko'rishlari mumkin. Birga test drive'ga chiqamiz. Shu paytgacha Gentra haydagan ham keldi. Boshqa avtomobil haydaganlar ham keldi. Biror kishi tormozi sab ekan degani yo'q. Tormozi ham zo'r ekan deyapti. Faralari LED, Premier 1 bilan Premier 2 ning farasi bir xil. LTZ'larniki ko'rinishi shunday bo'ladi, yonishi galogen bo'ladi. Orqada ham parktroniklari bor. 5 ta juft emas, negadir orqada parktroniklar. Mana bu parkovka uchun 1, 2, 3. Parktronik ham hammasida bor. Orqa qismida hamma komplektatsiyada bor. 1 LT bilan LSMT eng prostoy pozitsiya ikkitasida yo'q. 3 LT da ham orqada parktronik va orqani ko'rish kameralari mavjud. Bu yon tomonda endi aytiladigan narsa yo'q, ikki taraf bir xil. Tepada odatiy antennasi joylashgan. Vid berish uchun mana shunday olishyapti. Akula nahang suzgich ko'rinishida mana bunaqa Equinox'da antennasiga o'xshagan antenna hozirgi paytda o'rnatib olishyapti. Anchagina vid beryapti. Ichkariga o'tib olamiz. Ichkariga eshikni ochdik. Eshik ochilib turilishi haqida ham gapirib o'tsammi? Ikkilanayapman. Sababi yangi avtomashinani mana bu rezinalari juda qattiq bo'ladi. Yangilik payti bu vaqt o'tishi bilan bo'shab ketadi. Shunisi bor. Qani bitta ochib ko'raylik. Odatiy qo'yib olgan paytda ham yo'qlar. Avtomobildan tushayotgan payt normalniy. Обшивкада ikki xil rang kombinatsiya qilingan ekan. O'tdan olib tashlaymiz bu yoqqa. Yo'q qo'yish uchun hozircha menga kerak emas. Ikki xil rang. Mana bu yeri kojaga o'xshash material, menimcha koja bu. Eko koja. Tepasi plastik, nikel eshik dastalari. Usti plyonka bilan qoplangan ekan. Endi pastga tushamiz. Oynalar tushirib chiqarish. Onyxda shu yoqada 4 xil oynasida ham avtorejim bor. Kerak bo'lsa Malibularning orqasida avtorejimi yo'q. Bularda bor.
yon oynalarni boshqarish, bokovoylarni boshqarish. Ichi plastik. Mana bu yerda obshivkani yechish uchun ham bir joyi bor ekan. Akustikasi bunda 6 ta kolonka joylashtirilgan, 4 ta eshikda va 6 stoykalarda. Chiqarishi yaxshi, hammasida pozitsiyalarda bir xil, Premier 1, Premier 2, Redline hammasi bir xil. Mana shu tashqi jihati juda menga yoqadi, bunday romlik qilganlari o'zgacha bo'lgan. Oddiy bo'lib qolmagan. Obshivkani pastki qismi endi bizda odatda pastki qismini laminat bilan qoplab qurishadi. O'rindiqlarni ko'rsatmayman-ku. O'rindiqni ko'rib turibsizlar, qaranglar. Bu Premier 2 niki to'liq koja. Premier 1 da bunaqa emas. Cheti koja bo'ladi. Mana bu turburchak element tepa ko'tarayotganim baribir. Va mana bu yergacha mana shu qora detal material bo'ladi. Oddiy material, koja emas. Plus va minuslarini aytsam, men koja bo'lgani zo'r, koja bo'lsa odamlar wow deydi, siznlar to'liq kojali ekan deydi. No tarafi bor. Koja ertalab salqin payt o'tirgan paytlaringiz yaxta tegishi mumkin, issiqda yozda qizdirib olishi mumkin. Issiqda avtomobil mashinadan quyosh tushib tursa, o'zlaringiz kuydirib oladi. Lekin unda abagrev bor. Abagrev qizitib olgancha sal chizib turishlaringizga to'g'ri keladi. Premier 1 da shunaqa emas. Material bo'lgan evaziga qishda unaqa yaxta bo'lib ketmaydi, yozda ham terlatib yubormaydi. Perforatsiyali baribir adovsizinasi yo'q buni. Teshik bo'lgani bilan materialli bo'lgani yaxshi menimcha, chunki men o'zimni Cobalt'imda ham o'rindiqqa sizdan o'rindiqqa chiqib olgan paytim cheti koja, o'rtasi material olganman qasddan. Shunaqa bo'lishini bilib, chunki salonda ko'p o'tirib ko'rganman-da. Mana o'tgan. Tajribamdan o'tgan koja sizdan unaqa zo'r emasligi. O'zimga juda moslashtirib olaman. Oldiga, orqaga ham o'rindiq yuradi. Mana bunisi kachat qilish orqali pastga tushirib, tepaga ko'tarsa bo'ladi o'rindiqni. Mana bunisi orqali orqani boshqarish mumkin. Remenni ham tepaga pastga tushirib chiqarish mumkin. Qattiq ekan. Qaranglar, shu salonda bitta mana shu detalda rangi sal boshqacha bo'lganligi, ranglar kombinatsiya bo'lganligi ancha ochilgan menimcha avtomobil ichi. Yopaylik eshikni. Shumkasi ham yaxshi, lyuk ochiqligiga qaramasdan ovoz ancha pasaydi. Ranglar kombinatsiyasiga o'zlaringiz baho beringlar. Rul kojani, limit skors ham bor, cruise control ham bor, multimediani baland past qilish hamma narsa bor. Past qismi sal tekisroq qilingan.